Oyoq panjasida dunyo bo'yicha eng ko'p uchraydigan muammo nimaligini bilasizlarmi? Bunaqa muammolardan bir nechta bor. Birinchi o'rinda turadigan bosh barmoq deformatsiyasi bo'lib, ya'ni bu ko'stichka deyiladi. Yon tarafdan suyak chiqib turishi bu ommalashgan oyoq kasalligi hisoblanadi. Bu muammoni kelib chiqishi yopiq oyoq kiyim bo'lib, oyoq kiyim kiyayotganda barmoq tegib turishi hisoblanadi. Shuni hisobiga qiyshayishni boshlaydi. Bu jarayon kimdadir tez bo'ladi, kimdadir sekin bo'ladi. Ko'pchilik oyog'imiz chiroyli ko'rinsin deb kichkina oyoq kiyim kiyishadi. Asosiy sabab shu bo'ladi. Genetik degan fikr ham bor. Nasldan naslga o'tadi degan fikrlar. Bu haqida gapiradigan bo'lsangiz, svязkalarimiz kimdadir qattiqroq, kimdadir yumshoqroq bo'ladi. Xuddi kimnidir sochi qattiq yoki yumshoq bo'lgan kabi, xuddi kimdir shpagat ochish tez o'rganadi, kimdir bir umr qiynaladi. Svязkalarimiz ham xuddi shundaqa yumshoq, qattiq bo'lib, kimda oyoq svязkasi yumshoq bo'lsa, noto'g'ri oyoq kiyim kiyishdan deformatsiya tez paydo bo'ladi. Svязkamiz qattiq bo'ladigan bo'lsa, bu muammo bo'ladi, lekin kechroq bo'ladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, svязkasi yumshoq odamlar oyoq panjasining deformatsiya bo'lishining ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Agar sizlarda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bizning konsultatsiyamiz bepul. Bizning adresimiz Chilonzor 19-kvartal. Bebelen jamoasi sizni kutib qoladi.